Odamzodning tashqi ko'rinishi, ichki dunyosi bir-biriga o'xshamagani kabi fe'l-atvori ham turlicha bo'ladi. Kimdir halollik yo'lini tanlasa, yana kimdir qing'ir ishning boshini tutish payida bo'ladi. Afsuski, Xorazm viloyati Pitnak shaharchasi Saidlar mahallasida yashagan aka-uka Ergash va Qahramon Safarovlar ikkinchi yo'lni tanladi. Ya'ni ular osonlikcha mo'may daromad topish ilinjida bo'lishdi. Bu yo'lda firibgarlik qildi, o'zlarining g'araz niyatlariga yetish uchun hatto zo'ravonlik qilishdan ham tap tortmadi. Safarov Ergash Bekturdiyevich 1976-yil 4-avgustda Xorazm viloyati Hazor Asp tumanida tug'ilgan. Millat o'zbek, oilali, 3 nafar farzandi bor. Ma'lumot o'rta maxsus Hazor Asp tumanidagi Bekturdi brigad fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlagan. Muqaddam firibgarlik, talonchilik va o'zgalarning mulkini o'marishga qaratilgan jinoyatlari uchun 2 marta ozodlikdan mahrum qilingan. Safarov Qahramon Bekturdiyevich 1980-yil 12-noyabrda Hazor Asp tumanida tug'ilgan. Millat o'zbek, oilali, 5 nafar farzandi bor. Ma'lumot o'rta maxsus Hazor Asp tumanidagi Qahramon Quronboy fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlagan. Muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyati uchun ozodlikdan mahrum qilingan. Ko'rinadiki, aka-uka Safarovlar oldin ham sudning qora kursisida o'tirganiga qaramay, bundan tegishli xulosa chiqarmadi. Aksincha, odamlarni chuv tushirish, o'zgalar mulkini qo'lga kiritish, tekin daromad orttirishni o'ziga maqsad qildi. Xususan, ana shu shum niyatda rejalar tuza boshladi. Ularning bu yo'ldagi dastlabki o'ljasi Hikmat Masharipov bo'ldi. Ishni barcha firibgarlarga xos bo'lgan bo'lg'usi qurbonning ishonchiga kirishdan boshladi. Buning uchun aldov va avrash yo'llaridan foydalanildi. Go'yo o'zining qo'li uzunligi-yu, katta-katta amaldorlarga ham gap o'tish haqida asosli dalillar keltirildi. Bu aldov va avrashlarga laqqa ishongan Hikmat Masharipov 2011-yilning oktyabr oyida turar joy qurish uchun yer olish maqsadida aka-uka firibgarlarga 1000 AQSh dollarini qo'sh qo'llab topshiradi. Safarov Ergashdan shu yurtonni sotiladi, eshittirib yurtonni olmadik. 1000 AQSh dollari. Hali dokumentlari taxta emas. Shuning uchun joy salonida o'tiribmiz. Shu yertondan olganimiz 2011-yil oktyabr oyida olmadik. Lekin hozircha yuradim, bundan dokumentlarni ham to'g'rilab berdim deyapti. 2015-yilda esa xuddi shu yo'l bilan pitnaklik Furqat Ro'zmatov firib qurboniga aylanadi. Ya'ni undan Pitnak shahar yoshlik mahallasidagi Osiyo kafesi yonidan 6 ta turar joy maydoni uchun 90 million so'm go'yoki kim oshdi savdosiga to'lanadigan badal sifatida olinadi. Fuqaro Safarovdan esa savdo do'koni qurishga mo'ljallangan 150 metr kvadrat yer maydoni uchun 12 million so'm va 6 million so'mga baholangan Jiguli rusumli mashinasi qo'lga kiritiladi. Shu tariqa Qahramon va Ergash Safarovning hokimiyat idorasi xodimlari oldida qo'li uzunligi, ular uchun kim oshdi savdosi orqali turar joy olib berish xamirdan qil sug'urgandek oson ishligi haqidagi mishmishlar butun shaharga ovoza bo'ladi. Natijada ularning huzuriga turar joy uchun yer olib berishni so'rab keluvchilar soni kundan kun ko'payib boraverdi. 2014-yilda men Ergashvoyga borib, eshitib joy masalasine bardım. O menga hava joy masalasi berib turibman, 3000 AQSh dollar beravering. Men aparib berdim. 2015-yil avgust ayında aldı pulu 7000 dollar. 2 yurtonda beramen dövedi. Şu indi bedel pulu deb netdi, kim sodası, dokumentlar hammasi bor taqli. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Haqiqatdan ham Safarovlar har bir qarichi davlat hisobida turadigan yerni istalgan kishiga olib berish qudratiga egamidi? Albatta yo'q. Ayrim insonlarning soddaligi, ishonuvchanligi, huquqiy madaniyati yetarli emasligidan foydalanib, aka-uka firibgarlar ana shu nayrangni, soxta mishmishlarni o'ylab topishadi. Oqibatda bu hiylaga, bu aldovlarga ishongan o'nlab pitnakliklar na yerga ega bo'lishdi, na pulini qaytarib olishdi. Turar joy için 3000 AQSh dolları berganman. Dokumentlarni ko'rsatib, shu netgani uchun. Hozirda shuni pulam
joy o'rnidan ham 61 ming beryapman. 2014-yil avgust oylarında Ergashoy, Saparov Ergashoy şu to'yxonaning arkasından, nominal joylar arkasından turar joy kimosh savdosida o'ynaladi deb aytdi. Men 2 yurt o'rniga $5,000 pul berdim. Hozirgi kungacha shu kimosh savdosidan ham darak yo'q, puldan ham darak yo'q. Ko'rib turganingizdek, Safarovlarning firibga ishonib, oqibatda puliga kuyganlarning barchasi endi afsusda. Biroq o'ylab qarasanchi, nahotki ba'zi odamlarimiz shunchalar sodda, ishonuvchan bo'lsa, axir turar joy qurish uchunmi yo boshqa maqsaddami yer olish masalasi ko'cha-ko'ydagi tayin yo'q kimsalar tomonidan emas, davlat idoralarida hal qilinadi. Demak, bu kabi holatlarning tez-tez kuzatilayotganiga ayrim insonlarning huquqiy savodxonligi yetarli darajada emasligi sabab bo'ladi. Chindanda Ergash va Qahramon Safarov kabi firibgarlarning payiga bolta urishning yagona yo'li aholining huquqiy savodxonligini oshirishdir. Xalqimizda bir naql borki, kasalni yashirsang isitmasi oshkor bo'lur degan. Va kichkina o'sha huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonligi yetishmaganligi uchun kichkina bir xatoga yo'l qo'ygan odamga e'tibor bermasak, ertaga u kattaroq xato qiladi. Ertaga u kattaroq xato va jinoyat yo'liga kirishi mumkin. Kattaroq jinoyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Nafs ham ko'zini ham qalbini ko'r qilib qo'ygan aka-uka tovlamachilarning ishi qo'shtirnoq ichida shu darajada yurishib ketadiki, mijoz ketidan mijoz kelaveradi. Pulsiz va uysiz qolgan odamlar ahvoli esa ularni zarracha qiziqtirmaydi. Fuqaro Davletovadan haqiqatdan ham shu aksiya kafesi oldida unga ham aksiyonda qatnashib, shu aksiyonchilar bilan kelishgan holda yertonni olib beraman deb va'da qilib pul olganman, lekin ishi bitmagan. Tugallanmay qolib, hujjatlarni to'liq bitirib bera olmayman, pulni ham qaytarib bermayman. 2014-yil Bekchanova shuningdek Xudo bergan o'g'lardan $3,000 pul olganman, lekin $3,000, $5,000 pul olganman, lekindan joy olmoq uchun hujjat tayyorlab bera olmayman. Aksiyonda qatnashib bulardan ham olib beraman deb buning evazini olganman. Shuningdek 2015-yilda Yusupova, Ortikova Xudo bergan o'g'lardan ham, Masharipoplardan ham o'rtacha shu $3,000-5,000 yertonni aksiyonda qatnashib o'tib olib beraman deb haqiqatdan ham pulni olganim haq. Lekin hujjatlarni to'g'rilaman, lekin to'liq aksiyona borgan emas. Qarorlarni nedan chiqarib bergan. Aka-uka Safarovlar rejani shu qadar puxta tuzgandiki, bir necha yillar mobaynida qing'ir yo'llar bilan orttirilgan mablag'ini oqlab olishni ham unutmadi. Ya'ni jinoyat ortidan kelgan mulklariga qonuniy tus berish maqsadida Osiyo kafesini qurib ishga tushiradi. Bu bilan odamlar nazdida go'yoki o'z mulklarining barchasi ana shu kafe daromadi hisobidan kelayotgandek taassurot uyg'otishadi. Uddaburonlikni qarangki, bir kun kelib sodir qilingan jinoyatlari fosh qilinsa, o'zlariga tegishli mulklar zararni qoplashga qaratilishini oldindan bilgan holda, aslida o'zlariga tegishli bo'lgan Osiyo kafesini o'g'lining nomiga rasmiylashtirib qo'yadi. Saparov Ergash ukasi Saparov Qahramon bilan oldindan jinoiy til biriktirib, tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchi va uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni va mulkiy huquqni berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish, firibgarlik, ya'ni aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing juda ko'p miqdordagi mulkini qo'lga kiritish, korxona, muassasa, tashkilotlarning qat'iy hisobdagi o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan hujjatlar, shtamp va muhrlarni g'arazgo'ylik niyatida egallash hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ya'ni mulk, pul mablag'lari va boshqa mol-mulkning kelib chiqishiga qonuniy tus berishdan iborat qasddan xavfli retsidiv jinoyatini sodir qilgan. Jumladan, Saparov Ergash o'zining jinoiy sheriki bo'lgan ukasi Saparov Qahramon bilan oldindan jinoiy til biriktirib, Pitnak shahar hududidan shu yerda yashovchi jami 20 nafar fuqarolarga Pitnak shahar yoshlik mahallasi hududida yakka tartibda turar joy qurish uchun yer maydoni ajratib berish, unga tegishli bo'lgan hujjatlarni tez kun ichida rasmiylashtirib berishni va'da qilib, ularning har biridan 4,000 va 5,000 AQSh dollaridan pullarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib kelganlar.
Jinoiy faoliyat ortidan oqib kelayotgan jaraq-jaraq pullardan havolangan firibgarlar bosar tusarini bilmay qoladi. Qolaversa, shuncha jinoyat sodir etsa-da, yopiq qozon yopiqligicha qolayotgani aka-uka Safarovlarning haddidan oshishiga olib keladi. Endi ular aldov va firib yo'llari ish bermasa, ochiqdan ochiq zo'ravonlikka o'tadi. Ya'ni shu yo'l bilan o'zgalar mulkini o'marishga kirishadi. Mana bunga oddiy bir misol. Hazorasp tumani Pitnak qishlog'i Obod mahallasi hududida tanishi Ruslan Boboyev bilan sheriklik asosida Pitnak propan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga gaz quyish shoxobchasi tashkil qilib ishga tushiradi. Albatta, bunda ham ular o'z ulushlarini jinoiy faoliyatlari davomida topgan mablag'lari evaziga shakllantiradi. Qolaversa, ushbu shoxobchani ishga tushirish orqali qing'ir yo'l bilan topgan pullariga qonuniy tus beradi. Xullas, kelishuv shartlariga ko'ra shoxobcha qurilishi uchun zarur bo'lgan 866 million so'm mablag' Ruslan Boboyev va Ergash Safarov tomonidan teng qoplanishi, shunga mos tarzda keladigan foyda ham baravar taqsimlanishi lozim edi. Biroq shoxobcha ishga tushgach, Ergash Safarov Ruslan Boboyevni o'yindan chiqarish uchun ataylab nizo keltirib chiqara boshladi. Hatto unga do'q-po'pisa qilish orqali kelgusida katta foyda keltiradigan shoxobchadagi ulushini sotishga majbur qiladi. Ammo ulushni sotib olishga kelganda yana firibgarlik yo'lini tutadi. Ya'ni Ruslan Boboyevga va'da qilingan pul to'liq berilmaydi. Chiqqan xarajatning yarmini berasan, zapravkaning bahosining yarmini berasan, men chiqib ketaman dedim. Xo'p deb ular rozi bo'lib turib, keyin shu yerda pulni olayotgan vaqtda pulning hamma to'liq qismini emas, bir qismini berdi. Yo'q, bu kam. Buni ustidagi zapravkaning qiymati buncha. Menga sen kam berib turibsan desam, men hozir mening oyog'im to'ngdi. Men 10 minut ichida oyog'im qizdirib chiqishimga kelishsan kelishding. Bo'lmasa 3 kun ichida do'koningni ildirib tashlatib, sen musodara qildirib, o'zingni mayib qildirib tashlayman. Mening nimalarga qodirligimni bilasan-ku deb popsalar qilgandan keyin men o'zimning sog'ligimni va oilamning tinchlik xotirjamligini o'ylagan holda shu bergan pulini olib chiqib ketdim. Xullas, do'q-po'pisa natijasida Ruslan Boboyev foyda bir tarafda qolib, hatto shoxobchani qurishda sarflagan 190 million so'm pulni ham ololmaydi va shu tariqa o'yindan chiqishga majbur bo'ladi. Safarov qahramon o'zining tanishi Boboyev Ruslan bilan Pitnak shahar hududida avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'lgan Pitnak propan shoxobchasini tashkil qilib, ushbu propan zapravkasida teng ulushda tashkil qilingan sherigi Boboyev Ruslanga turli vaqtlar jarayonida urib mayib qilish bilan do'q-po'pisa qilib qo'rqitib, uning shoxobchadagi 190 million so'mlik ulushini qo'rqitish yo'li bilan tovlamachilik qilib tashlab ketishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'ygan. Shuningdek, aka-uka Safarov qahramon, Safarov ergashlar yuqoridagi turli xil jinoyatlarni sodir qilib kelib, o'zlarining shu sodir qilgan jinoyatlari evaziga topilgan jami 750 million so'mdan oshiq pul mablag'larini qonuniy tus berish maqsadida Pitnak shahar hududidan Osiyo nomli kafe, avtomobillarga yoqilg'i quyish, Pitnak propan shoxobchasi va Pitnak shahar bozor hududidan do'kon rastalari bo'lgan binolarni qurib ishga tushirishga erishganlar. Nafsi yomonning qorni to'ysa ham ko'zi to'ymaydi deganlaridek, Ergash Safarov shuncha qing'irliklari kamdek, tanishi Muzaffar Bekturdiyevga fermer xo'jaligini rivojlantirish ishlarida ham qo'shtirnoq ichida o'z yordamini ayamadi. Oldiniga fermer xo'jaligiga ajratilgan 5 tonna mineral o'g'it o'z manziliga yetib bormasdan boshqa birovlarga pullab yuborildi. Buning oqibatida mineral o'g'itsiz qolgan fermer xo'jaligi qanchalik zarar ko'rganini tasavvur qilish qiyin emas. Noqonuniy harakatlari jazosiz qolayotgani Ergash Safarovni tobora ruhlantirib yuboradi. Oqibatda Muzaffar Bekturdiyevga tegishli fermer xo'jaligining qat'iy hisobidagi hujjat, muhr va shtampini qo'rqitish yo'li bilan tortib boradi. Bu ham yetmaganidek, yil oxiriga kelib 12 gektar maydonda yetishtirilgan sholi hosiliga ham zo'ravonlarcha egalik qiladi. 2015-yil aprel oylarida Safarov Ergash bilan birga fermer xo'jaligi ochib faoliyat yuritib boshladik.
paxta ekishmeler oldu, paxtalar ekdik. Avgust aylarında hosillar yetişdi, 14 gektar paxta ajoyib bo'lib o'sdi, yaxshi qaraldi. Terim vaqtlarında Ergash bilan ozgina namiz chiqqaldi. Senga puling ko'paydimi, deb men bilan urush chiqardi u. Keyin jora qo'y, ertaga gaplashamiz gündüzgini, gecechi bu qo'ng'ish havola dedi. Urush janjalatib yurma desam, men sen bilan xohlagan vaqtda gaplashaman dedi, xohlagan yerda dedi. Bilasan men dedi, nova sostoyaniya qodir ekanimni dedi. Menga aytdi, qaytib dedi, shu fermer yerlarga borsang dedi, sen bugundan boshlab fermer emassan dedi. Barsang dedi, oyoq qo'lingni dedi, sindiraman sen dedi. Bilasan dedi, ne ishlar qo'limdan kelsa ekan, yo'qotib beraman sen dedi. Shu vaqt o'tdi oradan, borib yuribman men ham bir paxtalar açılıp terim bo'lib turadi. Shu vaqtimda bordim, yani paxtalarni ko'rmaka. O'zim aytganman, o'zim mehnat etganman shu yerda, qor, yomg'irlarda yotib shu yerda jalli mehnat etdim, dorilarni berib. Barsam oxirgi terim bo'lib turgan ekan. Keyin Jo'rabek, "Nishatib yursan bu yerda?" dedi. "Yuribman aylanib ko'rmagandan gama berlar" dedi. Ergash ham aytgan gaplar yodimdan chiqdi, "Masang" dedi. Menga xat kelib boshladi. Qishloq xo'jalik so'tidan keldi, yana bir kellardan palon million so'm qarz bor ekan. Shularni ko'rsatib, danizga xat kelaverdi menga. Keyin Ergashga bordim, Jo'ra dedim, "Fermer menga odimda ekan, sen shunchalik ishlatib qo'yibsan. Bunday desam, menga aytdi, "Ba dedi, bilgan gap dedi, fermer sening odingda turibdi dedi, qarzini ham o'zing to'laysan dedi. Nishasang shuni dedi, men dedi, qo'rqadigan joyim yo'q hech narsadan" dedi. Men aytdim, "Ertaga bir muammo chiqsa chiqib qoladi" desam, "Unchaki muammolarni dedi, günde 100 muammo yechaman unchaki muammolarni." Umuman Ergash Safarov tomonidan sodir etilgan qing'ir ishlar natijasida ushbu fermer xo'jaligi 110 million so'm zarar ko'radi. Safarov Ergash Bekturdiyev Muzaffar nomiga Pitnak shahar hududidan fermer xo'jaligi tashkil qilib, fermer xo'jaligi hududiga ekinlar ekilib bo'lganidan so'ng hamda fermer xo'jaligi hisobiga beriladigan mineral o'g'it va boshqa turdagi mahsulotlarni o'ziga o'zlashtirib kelib, shuningdek fermer xo'jaligida ekib yetilgan hosillarni yig'ishtirib olish jarayonida o'ziga o'zlashtirib olish yo'li bilan va boshqa turdagi harakatlari bilan fermer xo'jalik hisobiga jami 110 million so'mdan ortiq miqdordagi moddiy zarar yetkazgan. Yuqorida aytilganidek, aka-uka Safarovlar zo'ravonlik, firibgarlik ortiga yashiringan qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonligi orqasidan pitnakliklar orasida soxta obro' e'tiborga ega bo'lishadi. Ular hatto hokimiyat idoralari xodimlari ustidan yuqori tashkilotlarga asossiz shikoyat xatlari yozib, ularni o'z izmlariga yuritishga harakat qilishgan. Yil davomida taxminan shu 40-50 ta ariza yozganman yuqori turli tashkilotlari. Asosan bozorlar bo'yicha, bozorlarning ahvoli bo'yichadan, keyin qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha, shu masalalar bo'yicha ayniqsa joyvonni masalalari bo'yicha shu masalalar. Ular o'z harakatlarini shunday ustamonlik bilan tashkil etishgandiki, atrofdagilarga bu jinoyat emas, aksincha qonuniy faoliyatday fikr uyg'otmoqchi bo'lishadi. Biroq kasalni yashirsang, istamasi oshkor qiladi deganlaridek, Safarovlarning nayranglari asta-sekin o'zini ko'rsata boshladi. Aka-uka Safarov, Ergash va qahramonlar o'zlarining jinoiy harakatlarini yashirish maqsadida o'zi yashab kelayotgan hududdagi hokimlik vakillari, ya'ni ularning rahbarlari va boshqa xodimlari ustidan o'z tasdig'ini topmaydigan arizalar yozish yoki kelgusida yozish bilan qo'rqitib, o'zlarining harakatlarini shunday yo'l bilan davom qildirib kelganlar. Odatda inson qilingan xatolaridan afsuslanadi, nadomat chekadi. Nafs qutqusi qalb ko'zlarini da so'qirga aylantirgan aka-uka firibgarlar esa hatto tergov va sud jarayonida insofga kelmadi. Turli nayranglar, firiblar o'ylab topishdi. Ammo jinoyatga jazo muqarrar. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Safarov Ergash Bekturdievich tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tashlik uchun 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Safarov Ergash Bekturdievich Jinoyat kodeksining 34-moddasiga asosan o'ta xavfli retsidivist deb topilsin. Safarov Qahramon Bekturdiyevichga uzil-kesil o'tashlik uchun 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashlik belgilansin. Nafs qutqusiga uchib guldek umrini xazon qilib panjara ortida o'tirgan mana bu kimsalar belgilangan jazoni o'tab qaytar, ammo jinoyatchi, firibgar, tovlamachi degan tavqalardan qutula olarmikin? Xulosa qilib aytganda, nafs balosi insonni faqat va faqat qabihlikka, yomonlikka yetaklaydi. Zero ochko'zlik, o'zgalar haqqiga ko'z olaytirish, insof, diyonat, iymon, e'tiqoddan chekinish insonga hech qachon va hech bir zamonda zeb-ziynat ham, obro' ham keltirmagan va keltirmaydi ham. Buning isbotini aka-uka Safarovlar qismati misolida ham ko'rish mumkin. Odamzodning tashqi ko'rinishi, ichki dunyosi bir-biriga o'xshamagani kabi fe'l-atvori ham turlicha bo'ladi. Kimdir halollik yo'lini tanlasa, yana kimdir qing'ir ishning boshini tutish payida bo'ladi. Afsuski, Xorazm viloyati Pitnak shaharchasi Saidlar mahallasida yashagan aka-uka Ergash va Qahramon Safarovlar ikkinchi yo'lni tanladi. Ya'ni ular osonlikcha mo'may daromad topish ilinjida bo'lishdi. Bu yo'lda firibgarlik qildi, o'zlarining g'araz niyatlariga yetish uchun hatto zo'ravonlik qilishdan ham tap tortmadi. Safarov Ergash Bekturdiyevich 1976-yil 4-avgustda Xorazm viloyati Hazor Asp tumanida tug'ilgan. Millat o'zbek, oilali, 3 nafar farzandi bor. Ma'lumot o'rta maxsus Hazor Asp tumanidagi Bekturdi brigad fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlagan. Muqaddam firibgarlik, talonchilik va o'zgalarning mulkini o'marishga qaratilgan jinoyatlari uchun 2 marta ozodlikdan mahrum qilingan. Safarov Qahramon Bekturdiyevich 1980-yil 12-noyabrda Hazor Asp tumanida tug'ilgan. Millat o'zbek, oilali, 5 nafar farzandi bor. Ma'lumot o'rta maxsus Hazor Asp tumanidagi Qahramon Quronboy fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlagan. Muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyati uchun ozodlikdan mahrum qilingan. Ko'rinadiki, aka-uka Safarovlar oldin ham sudning qora kursisida o'tirganiga qaramay, bundan tegishli xulosa chiqarmadi. Aksincha, odamlarni chuv tushirish, o'zgalar mulkini qo'lga kiritish, tekin daromad orttirishni o'ziga maqsad qildi. Xususan, ana shu shum niyatda rejalar tuza boshladi. Ularning bu yo'ldagi dastlabki o'ljasi Hikmat Masharipov bo'ldi. Ishni barcha firibgarlarga xos bo'lgan bo'lg'usi qurbonning ishonchiga kirishdan boshladi. Buning uchun aldov va avrash yo'llaridan foydalanildi. Go'yo o'zining qo'li uzunligi-yu, katta-katta amaldorlarga ham gap o'tish haqida asosli dalillar keltirildi. Bu aldov va avrashlarga laqqa ishongan Hikmat Masharipov 2011-yilning oktyabr oyida turar joy qurish uchun yer olish maqsadida aka-uka firibgarlarga 1000 AQSh dollarini qo'sh qo'llab topshiradi. Safarov Ergashdan shu yurtonni sotiladi, eshittirib yurtonni olmadik. 1000 AQSh dollari. Hali dokumentlari taxta emas. Shuning uchun joy salonga o'tiribmiz. Shu yertonni olgan vaqtimiz 2011-yil oktyabr oyida olmadik. Lekin hozircha yuradim, bundan dokumentlarni ham to'g'rilab barildim deyapti. 2015-yilda esa xuddi shu yo'l bilan pitnaklik Furqat Ro'zmatov firib qurboniga aylanadi. Ya'ni undan Pitnak shahar yoshlik mahallasidagi Osiyo kafesi yonidan 6 ta turar joy maydoni uchun 90 million so'm go'yoki kim oshdi savdosiga to'lanadigan badal sifatida olinadi. Fuqaro Safarovdan esa savdo do'koni qurishga mo'ljallangan 150 metr kvadrat yer maydoni uchun 12 million so'm va ish ishlarida ham qo'sh tirnoq ichida o'z yordamini ayamadi. Oldiniga fermer xo'jaligiga ajratilgan 5 tonna mineral o'g'it o'z manziliga yetib bormasdan boshqa birovlarga pullab yuborildi. Buning oqibatida mineral o'g'itsiz qolgan fermer xo'jaligi qanchalik zarar ko'rganini tasavvur qilish qiyin emas. Noqonuniy harakatlari jazosiz qolayotgani Ergash Safarovni tobora ruhlantirib yuboradi.
Oqibatda Muzaffar Bekturdiyevga tegishli fermer xo'jaligining qat'iy hisobidagi hujjat, muhr va shtampini qo'rqitish yo'li bilan tortib boradi. Bu ham yetmaganidek, yil oxiriga kelib 12 gektar maydonda yetishtirilgan sholi hosiliga ham zo'ravonlarcha egalik qiladi. 2015-yil aprel oylarida Safarov Ergash bilan birga fermer xo'jaligi ochib faoliyat yuritib boshladik. Paxta ekishmalar bo'ldi, paxtalar ekdik. Avgust oylarida hosillar yetishdi, 14 gektar paxta ajoyib bo'lib o'sdi, yaxshi qaraldi. Terim vaqtlarida Ergash bilan ozgina namiz chiqib qoldi. Senga puling ko'paydimi, deb men bilan urush chiqardi u. Keyin jora qo'y, ertaga gaplashamiz gündüzgini, gece bu qo'ng'ish avval dedi. Urush janjalatib yurma desam, men sen bilan xohlan vaqtda gaplashaman dedi, xohlan yerda dedi. Bilasan men dedi, nova sostoyaniya qodir ekanimni dedi. Men aytdi, qaytib dedi, shu fermer yerlarga borsang dedi, sen bugundan boshlab fermer emassan dedi. Borsang dedi, qo'lingni dedi, sindiraman sen dedi. Bilasan dedi, ne ishlar qo'limdan kelsa ekan, yo'q aytib beraman sen dedi. Shunday vaqt o'tdi oradan. Barmay yuribman men ham bir paxtalar ochilib terim bo'lib turadi. Shu vaqtimda bordim, ya'ni paxtalarni ko'rmaka. O'zim ekkanman, o'zim mehnat etganman shu yerda, qor, yomg'irlarda yotib shu yerda jalli mehnat etdim, dorilarni berib. Barsam oxirgi terim bo'lib turgan ekan. Keyin Jo'rabek nishatib yursan dedi. Yuribman aylanib ko'rmagan, gama bellar dedi. Ergash ham aytgan gaplar yodimdan chiqdi, men sen dedi. Menga xat kelib boshladi. Qishloq xo'jalik so'timdan keldi, yana bir kellardan palon million so'm qarz bor ekan. Shularni ko'rsatib, danizga xat kelaverdi menga. Keyin Ergashga bordim, Jo'ra dedim. Fermer menga odimda ekan. Sen shunchalik ishatib qo'yibsan. Bundan desam, menga aytdi. "Ba dedi, bilgan gap dedi. Fermer sening odingda turibdi dedi, qarzini ham o'zing to'laysan dedi. Nishasang shunday dedi, men dedi, qo'rqadan jonim yo'q hech narsadan dedi. Aytdim, ertaga bir muammo chiqsan chiqib oladi desam, unchaki muammolarni dedi, kunda 100 muammo yechaman unchaki muammolarni. Umuman Ergash Safarov tomonidan sodir etilgan qing'ir ishlar natijasida ushbu fermer xo'jaligi 110 million so'm zarar ko'radi. Safarov Ergash Bekturdiyev Muzaffar nomiga Pitnak shahar hududidan fermer xo'jaligi tashkil qilib, fermer xo'jaligi hududiga ekinlar ekilib bo'lganidan so'ng hamda fermer xo'jaligi hisobiga beriladigan mineral o'g'it va boshqa turdagi mahsulotlarni o'ziga o'zlashtirib kelib, shuningdek fermer xo'jaligida ekib yetishtirilgan hosillarni yig'ishtirib olish jarayonida o'ziga o'zlashtirib olish yo'li bilan va boshqa turdagi harakatlari bilan fermer xo'jalik hisobiga jami 110 million so'mdan ortiq miqdordagi moddiy zarar yetkazgan. Yuqorida aytilganidek, aka-uka Safarovlar zo'ravonlik, firibgarlik ortiga yashiringan qo'ydadiki, mijoz ketidan mijoz kelaveradi. Pulsiz va uysiz qolgan odamlar ahvoli esa ularni zarracha qiziqtirmaydi. Fuqaro Davletovadan haqiqatdan ham shu aksiya kapitalida unga ham aksionda qatnashib, shu aksionchilar bilan kelishgan holda yertonni olib beraman deb va'da qilib pul olganman, lekin ishi bitmagan. Tugallanmay qolib, hujjatlarni to'liq bitirib bera olmayman, pulni ham qaytarib bermayman. 2014-yil Bekchanova shuningdek Xudo bergan o'g'lardan $3000 pul olganman, lekin $3000, $5000 pul olganman, lekindan joy olmoq uchun hujjat tayyorlab bera olmayman. Aksionda qatnashib bulardan ham olib beraman deb buning evazini olganman. Shuningdek 2015-yilda Yusupova, Artikova, Xudo bergan o'g'lardan, Masharipoplardan ham o'rtacha shu $3000-$5000 yertonni aksionda qatnashib o'tib olib beraman deb haqiqatdan ham pulni olganim haq. Lekin hujjatlarni to'g'rilaman, lekin to'liq aksiyona borgan emas. Qarorlarni nedan chiqarib berganman. Aka-uka Safarovlar rejani shu qadar puxta tuzgandiki, bir necha yillar mobaynida qing'ir yo'llar bilan orttirilgan mablag'ini oqlab olishni ham unutmadi. Ya'ni jinoyat ortidan kelgan mulklariga qonuniy tus berish maqsadida Osiyo kafesini qurib ishga tushiradi. Bu bilan odamlar nazdida go'yoki o'z mulklarining barchasi ana shu kafe daromadi hisobidan kelayotgandek taassurot uyg'otishadi.
Uddaburonlikni qarangki, bir kun kelib sodir qilingan jinoyatlari fosh qilinsa, o'zlariga tegishli mulklar zararni qoplashga qaratilishini oldindan bilgan holda, aslida o'zlariga tegishli bo'lgan Osiyo kafesini o'g'lining nomiga rasmiylashtirib qo'yadi. Saporov Ergash ukasi Saporov Qahramon bilan oldindan jinoiy til biriktirib, tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchi va uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni va mulkiy huquqni berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish, firibgarlik, ya'ni aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing juda ko'p miqdordagi mulkini qo'lga kiritish, korxona, muassasa, tashkilotlarning qat'iy hisobdagi o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan hujjatlar, shtamp va muhrlarni g'arazgo'ylik niyatida egallash hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ya'ni mulk, pul mablag'lari va boshqa mol-mulkning kelib chiqishiga qonuniy tus berishdan iborat qasddan xavfli retsidiv jinoyatini sodir qilgan. Jumladan, Saporov Ergash o'zining jinoiy sheriki bo'lgan ukasi Saporov Qahramon bilan oldindan jinoiy til biriktirib, Pitnak shahar hududidan shu yerda yashovchi jami 20 nafar fuqarolarga Pitnak shahar yoshlik mahallasi hududida yakka tartibda turar joy qurish uchun yer maydoni ajratib berish, unga tegishli bo'lgan hujjatlarni tez kun ichida rasmiylashtirib berishni va'da qilib, ularning har biridan 4000 va 5000 AQSh dollaridan pullarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib kelganlar. Jinoiy faoliyat ortidan oqib kelayotgan jaraq-jaraq pullardan havolangan firibgarlar bosar tusarini bilmay qoladi. Qolaversa, shuncha jinoyat sodir etsa-da, yopiq qozon yopiqligicha qolayotgani aka Safarovlarning haddidan oshishiga olib keladi. Endi ular aldov va firib yo'llari ish bermasa, ochiqdan ochiq zo'ravonlikka o'tadi. Ya'ni shu yo'l bilan o'zgalar mulkini o'marishga kirishadi. Mana bunga oddiy bir misol. Hazorasp tumani Pitnak qishlog'i 6 million so'mga baholangan Jiguli rusumli mashinasi qo'lga kiritiladi. Shu tariqa Qahramon va Ergash Safarovning hokimiyat idorasi xodimlari oldida qo'li uzunligi, ular uchun kim oshti savdosi orqali turar joy olib berish xamirdan qil sug'urgandek oson ishligi haqidagi mishmishlar butun shaharga ovoza bo'ladi. Natijada ularning huzuriga turar joy uchun yer olib berishni so'rab keluvchilar soni kundan kun ko'payib boraverdi. 2014-yilda men Ergashvoyga borib, eshitib joy masalasini bordim. U menga havo joy masalasi berib turibman, 3000 AQSh dollar beravering. Men olib borib berdim. 2015-yil avgust ayında aldı pulu 7000 dollar. 2 yurtonda beramen dövedi şu. Şimdi bedel pulu hep netti. Kim sodası, dokumentler hemmesi bu arada taklı. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Haqiqatdan ham Safarovlar har bir qarshi davlat hisobida turadigan yerni istalgan kishiga olib berish qudratiga egamidi? Albatta yo'q. Ayrim insonlarning soddaligi, ishonuvchanligi, huquqiy madaniyati yetarli emasligidan foydalanib, aka firibgarlar ana shu nayrangni, soxta mishmishlarni o'ylab topishadi. Oqibatda bu hiylaga, bu aldovlarga ishongan o'nlab pitnakliklar na yerga ega bo'lishdi, na pulini qaytarib olishdi. Turar joy uchun 3000 AQSh dollari berganman. Dokumentlarni ko'rsatib shu netgani uchun. Hozirda shuni pulam, joy o'rnanam 6000 beryapman. 2014-yil avgust oylarında Ergashvoy, Saporov Ergashvoy şu to'yxonaning arkasından, nomuna joylar arkasından turar joy kimosh savdosida o'ynaladi deb aytdi. Men 2 yurt o'rniga 5000 dollar pul berdim. Hozirgi kungacha shu kimosh savdosidan ham derak yo'q, puldan ham derak yo'q. Ko'rib turganingizdek, Safarovlarning firibiga ishonib, oqibatda puliga kuyganlarning barchasi endi afsusda. Biroq o'ylab qarasanchi, nahotki ba'zi odamlarimiz shunchalar sodda, ishonuvchan bo'lsa, axir turar joy qurish uchunmi yo boshqa maqsaddami yer olish masalasi ko'cha-ko'ydagi tayin yo'q kimsalar tomonidan emas, davlat idoralarida hal qilinadi.
Demak, bu kabi holatlarning tez kuzatilayotganiga ayrim insonlarning huquqiy savodxonligi yetarli darajada emasligi sabab. Jindanda Ergash va Qahramon Safarov kabi firibgarlarning payiga bolta urishning yagona yo'li aholining huquqiy savodxonligini oshirishdir. Xalqimizda bir naql borki, kasalni yashirsang isitmasi oshkor bo'lur degan. Va kichkina o'sha huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonligi yetishmaganligi uchun kichkina bir xatoga yo'l qo'ygan odamga e'tibor bermasak, ertaga u kattaroq xato qiladi. Ertaga u kattaroq xato va jinoyat yo'liga kirishi mumkin. Kattaroq jinoyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Nafs ham ko'zini ham qalbini ko'r qilib qo'ygan aka-uka tovlamachilarning ishi qo'shtirnoq ichida shu darajada yurishib Obod mahallasi hududida tanishi Ruslan Boboyev bilan sheriklik asosida Pitnak Propan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga gaz quyish shoxobchasi tashkil qilib ishga tushiradi. Albatta, bunda ham ular o'z ulushlarini jinoiy faoliyatlari davomida topgan mablag'lari evaziga shakllantiradi. Qolaversa, ushbu shoxobchani ishga tushirish orqali qing'ir yo'l bilan topgan pullariga qonuniy tus berildi. Xullas, kelishuv shartlariga ko'ra shoxobcha qurilishi uchun zarur bo'lgan 866 million so'm mablag' Ruslan Boboyev va Ergash Safarov tomonidan teng qoplanishi, shunga mos tarzda keladigan foyda ham baravar taqsimlanishi lozim edi. Biroq shoxobcha ishga tushgach, Ergash Safarov Ruslan Boboyevni o'yindan chiqarish uchun ataylab nizo keltirib chiqara boshladi. Hatto unga do'q-po'pisa qilish orqali kelgusida katta foyda keltiradigan shoxobchadagi ulushini sotishga majbur qiladi. Ammo ulushni sotib olishga kelganda yana firibgarlik yo'lini tutadi. Ya'ni Ruslan Boboyevga va'da qilingan pul to'liq berilmaydi. Chiqqan xarajatning yarmini berasan, zapravkaning bahosining yarmini berasan, men chiqib ketaman dedim. Xo'p deb ular rozi bo'lib turib, keyin shu yerda pulni olayotgan vaqtda pulning hamma to'liq qismini emas, bir qismini berdi. Yo'q, bu kam. Buni ustidagi zapravkaning qiymati buncha. Menga sen kam berib turibsan desam, men hozir meni oyoqim to'ngdi. Men 10 minut ichida oyoqim qizdirib chiqishimga kelishding. Bo'lmasa 3 kun ichida do'koningni ildirib tashlatib, sen musodara qildirib, o'zingni mayib qildirib tashlayman. Mening nimalarga qodirligimni bilasan-ku, deb popsalar qilgandan keyin men o'zimning sog'ligimni va oilamning tinchlik xotirjamligini o'ylagan holda shu bergan pulini olib chiqib ketdim. Xullas, do'q-po'pisa natijasida Ruslan Boboyev foyda bir tarafda qolib, hatto shoxobchani qurishda sarflagan 190 million so'm pulni ham ololmaydi va shu tariqa o'yindan chiqishga majbur bo'ladi. Safarov Qahramon o'zining tanishi Boboyev Ruslan bilan Pitnak shahar hududida avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'lgan Pitnak Propan shoxobchasini tashkil qilib, ushbu propan zapravkasida teng ulushda tashkil qilingan sherigi Boboyev Ruslanga turli vaqtlar jarayonida urib mayib qilish bilan do'q-po'pisa qilib qo'rqitib, uning shoxobchadagi 190 million so'mlik ulushini qo'rqitish yo'li bilan tovlamachilik qilib tashlab ketishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'ygan. Shuningdek, aka-uka Safarov Qahramon, Safarov Ergashlar yuqoridagi turli xil jinoyatlarni sodir qilib kelib, o'zlarining shu sodir qilgan jinoyatlari evaziga topilgan jami 750 million so'mdan oshiq pul mablag'larini qonuniy tus berish maqsadida Pitnak shahar hududidan Osiyo nomli kafe, avtomobillarga yoqilg'i quyish, Pitnak Propan shoxobchasi va Pitnak shahar bozor hududidan do'kon rastalari bo'lgan binolarni qurib ishga tushirishga erishganlar. Nafsi yomonning qorni to'ysa ham ko'zi to'ymaydi deganlaridek, Ergash Safarov shuncha qing'irliklari kamdek tanishi Muzaffar Bekturdiyevga fermer xo'jaligini rivojlantirish